Merhaba Qazikalan Hazretleri. Sizlarga qanday yordamim kerak? Men bir ot setib olay degan edim. Ha, menda esil arab otlardan bor. Bu ayg'ir hammadan tez chopidi. Uni chaqmoq tezligida chopidi desakmi ortiq ketmas. Mau ayg'ir ancha tez chopmag'ini bilan, biroq o sezgur ham kuchtungur. Undaqda bu kuchtungur ayg'irni olay. Puluchu. Boshqalarga 10 tangaga sotadi. Sizlarga 8 tangaga sotay deyman. Bahasini bek yuqori devatdilar. 5 tanga bersak qandoq deydilar? Bu eng esil arab iti tursa, bo'lmasa bozordagilardan erpanning iti qandoq deb so'rab beqisilar. Deginingdek bo'lsin erpan. Mana bu 8 tanga. Muborak bo'lsin sana jonivar. Sen endi Qazikalanning iti bo'lding. Qaltis ish bo'ldi. Yangi askarlar urush mahoratlarini yaxshi o'rganib yetibdi. Ularni har qaysi qarovixonlarga taqsim qilsak bo'g'idak. Mening bir og'iz gapim bor edi, begim. Desam bo'ladimi? Bu nima gap? Ha? Sizlardan yana bir qatim kechirim so'ray degan edim. O ish hech esimda qolmabdi. Demak, sizlar meni hech kechirmabdi-da. Seni allaqachon kechirib o'tgan. Bo'ldi, berib ishini qil. Mağan nimachi açıqlandılar Paşa begim. Men sizlarga qasdan qo'pollik qilmagan edim. Rost aytaman. Sen meni mazoq qilib atamsan qandoq? Biroq men begimni ko'chada sapma kashkib menishni xiyolimga keltirmagach kasilni damaliq to'nay olmasligim turganlar gapda. Endi suvanini yig'maydigan bo'lsang seni zindonga tashlayman. Xo'p, Paşa begim. Endi oldinlarda hargiz gap qilmay. Men uni davlatning eng chet joylardagi cho'l jazirlarda vazifa o'tsinmikin deyman. U meni rostla kechirmabdi. Hamoqat. Qandaq ahvoling Qamar? Qani kelah to'rangni ishchib olish shunda qilsang, burunroq saqayib otamning xizmatini qila olaysan. To'rangni ish Qamar. Yaxshi qilding Qamar. U hozir yaxshi bo'lib qopti. Uni arab og'li qo'yayli. Atning kishnigan ovozi qayerdan kelayotgandi? Sizlarni bu yerda ushirtirganligimni biletdim. Allohga shukr. Salomat qaytib kelibdilar ata. Bugun etingizning ahvoli qandaqroq? Yaxshi. Qayerdan ep keldilar bu atni? Qamar xizmatimni qilib charchab ketgachga, uni orom olsin deb bu atni setib oldim. Qandaqsiga shundaq deydilar ata? Qamar hech qachon vaysab baxmagan tursa, u faqat ozroq charchab qoldi xolos. Rostini aytsam, biz uni to'limi ig'ir ishlarga selyapmiz. Hozirdan boshlab Qamar faqat jonjigirim Salmonning xizmatini qiladi. Endi bu at meni to'ssin. Bunda qissa Qamarning ko'ngli yerim bo'lib qolarmikin ata? Qizim, nimish qundaq deysiz? Men bu atni Qamarga amroh bo'lsin, ko'ngil taskin topsin deb akagan tursam. Qaraganda Qamar bu atni yoqtirmaganda qiladi. Atigicha bu ishkisi chekishib qoladi. Anla Qamar, sen onun nisbatan sahibxon, u sana nisbatan mehmon hurmatlash majburiyatimiz bor. Qamar uzundan beri bizning xizmatimizni qilib kelayotgan. Hozir uning darajasini o'stiradigan vaqt kelib qoldi. Bu nima deganlari ata? Qamar ilgari qozin to'shib kelgan. Endi sayli sayohatlarda go'zal qiz Salmaga hamroh bo'ladi. Bu darajasini o'stirganlik bo'lmaydi, nima? Alloh rozi bo'lsin ata. Bugun to'lim oldirashchilik bilan o'tdim. Berib oram olay. Birdan turib tursizlar ata. Kash tamoq yemamdilar. Allohga shukr, qo'sqim ochay demaydi. Undaqda bir qadah sharbat ichsizlar. Bo'pti. Vadida sharbat tayyorlig'icha Xanish Osiyaning qissasini so'zlab bersizlar. Tunugun uning Allohning payg'ambari Musoni o'z onasi Yukabitga topshirib berganligini so'zlab bergan edilar ata. Shunda qilib Alloh Yukabitni xursand qilish va o'z va'dasining rostligini bildirish uchun bu Musoni uningga qaytirib berdi. Musaning inikanisi Yukabit xonimning uyi Musharda xonish.
Bizning Musa mushu kapi uyda turamda. Bu Cayıfkan Musa'nın turuşuğa herkes münasip emas. Onu çuqum oradan ep ketishimiz kerak. Yo'q, bo'lmaydi qizim. Musa bu yerdimi? Yaxshi taom va g'amxo'rlikqa erishalaydi. Biz balani seg'insak, ularni o'rdaga chaqirsak bo'ladi yoki hozirgidek ularni yo'qlab kelsakmi bo'ladi? Qarısılar Zuhar, xanishayim kepti. Senlarcha bir ishni xato qilib qo'ygan bo'lsak, u bu yerga bizni jazolag'il kelmagandi. Xaloyiq, qo'rqmay kelaveringlar. Men inik ana Yukabitning oilasidagilarga bo'lgan hurmatimni bildirish yuzasidan hammanglarga sovg'a bermoqchiman. Qarang opa, Xanish Osiya bu yer ketdi. Xanish kepti dedingizmi? Yaxshi bo'pti-ku. Uzun bo'ldi bizni yo'qlab boraymi demedingiz. Shunga sizni biz yo'qlab keldik. Kelganlari men uchun cho'ng sharaf. Uyingizga kirib, o'g'lim Musa'ni ko'rib olsam qandaq? Marhamat Xanish, biroq uyim to'limi oddiy, silini boshlashga munosib emas edi. Uyning yaxshi bo'lish bo'lmasligi faqat shu uydagilarga bog'liq Yukabit. Ko'rdingmi Rahel? Xanish Yukabit bilan xuddi kuni do'stlardek paranglashyotidu. Men bu ahvolni o'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, uningga hargizmi ishonmagan bo'lardim. Kelinglar xaloyiq. Bu yerda hammanglarga yetkidak ashliq va kiyim-kechaklar bor. Yaxshi turib sen Gulsum. Yaxshi malakam. Ismimni unutib qolmabsiz-a? Albatta shundoq. Bu yerda nima ishlar bilan bo'lyapsan Gulsum? Ba'zida dadamning o ishlariga yordamlashsam, ba'zida onamning teriqchilik ishlariga yordam bo'laman. Ishim tugaganda uylarni yig'ishtiraman. Nim degan ko'ngilli turmush, ha? Afsus, izzat hurmat bilan yashaydigan barakatli kunlarimiz ketib qolganda qiladi. Nemishqa bundaq deydilar Kaleb? Sizlar bilmaydigan o'xshaylar Amos. Musani ati ular Fir'avnning o'rsiga ip ketgudak. Bu ishni bir qancha oy kechiktirish mumkin bo'lmasmi? Men uning aramizda yana uzun vaqt turishini orzu qilatdim. Biroq sut yeyishim to'shib qoldi. Yaxshi turdingmi Xanish oyim? Ko'ngillari nimaga g'ash bo'lyotdi? U doim osmonga qaraydi. Qandaqsiga? Tang tushlari bilanmi o'ynamaydi. Fursat topsalar, yolg'izlikni xohlab o'y xiyolga cho'mib ketdi. Xuddi mo'ysipitlarning o'zi. Xotirjam bo'lsizlar Xanish oyim. Uning mijozi shundoq. Aksimi shundoq. O'g'lim Harimmi shundoq demoqchidim Xanish oyim. Shundoq. Men sizlarni yo'qlab bag'inimda bir muncha balalar bilan o'ynayotganligini ko'rgan edim. Boshqa balalarga qaraganda Harimning tili ravan, ovozi jarangliq. Biroq Musa hammasiga qaraganda to'limi aqlliq. Alloh ularni o'z panohida saqlag'ay. Siz bilan paranglashib, xeyli aram tepib qoldim. Har qachon xizmatlarga tayyorman Xanish oyim. Men sizni do'stim deb bilaman Yukabit. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, Musa o'lib ketgan bo'lardi. Undaq demasizlar Xanish oyim. Tuzut qilmang Yukabit. Hajdim tushganda yenimda bo'lsangizli bo'ladi. Meni o'ylamasangizmi Musa uchun shunday qilishingiz kerak. Chunki u har ikkilimizdan bolasi emasmi? Oradan 20 yildan ko'proq vaqt o'tib, Musa cho'p-cho'ng, kuchdo'ngir, sumbatliq bir yigit bo'lib, o'zining Bani Isroildan ekanligini bilib yetdi. Direktor, yalangtosh ovchi. Sen o'zingni kim chaqlab qolding? Men sening xo'ja akang, Naqtar bo'laman. Mening xo'jam yo'q, bilib qol. O'zlariga ish topmislar, yo'limizga mang'ayli. O'zlariga ish topmislar bo'ldi, yo'limizga mang'ayli. Bu xo'rliq chidab turmayman, antimni olmaydigan bo'lsam. Men bu Bani Isroildan bo'lgan yalangtoshning adavini bilmasam bo'lmag'idek. Uning nima deyotganligini aniq anglaysizlar, ha? Qo'rqmanglar. Agar ish cho'ngib ketsa, Musadan yordam so'rasak, u bizni bu zolimdan qutqizib qoladi. Menimcha eng yaxshisi bu yerdan tinch aman ketib olayli. Nima deb yo'lingga mangmaysan? Nima qaring? Mangmayman qandoq? Gapim yoqmagan bo'lsa, yo'lingga mangmamsan. Menga gap yandurma yalangtosh. Bo'lmasa, toyig'imning ta'mini tetib qolasan.
Qutquzinglar! Musadan yordam so'ranglar! Nima ish yuz beribdi? Misrlik Naqtar bilan Bani Isroildan Kalab o'ttirsida jidal majra bo'pti oliyleri. Andinchu Kalab Musadan yordam so'rabdikan, u Misrlikni birla urib o'ltirib qo'yibdi. bu yomon bo'pti. O o'zining imtiyozdan foydalanib, begunoh qon to'kibdi. Unutib qolmasizlar oliyleri. Bu xonish ayimning uni bek yaxshi ko'rdiganligidan bo'lgan. Mayli, nimali bo'lsin. Adolatli podsho Fir'avn menga zulm sitamga yo'l qo'ymaydi. Yashag'aylar Fir'avn oliyleri. Musoning jinoyatiga pot yaqinda odil hukm chiqariladi. Qani ayta hamon qasddan odam o'ldirganlarga qandoq jazo beriladi? O'lim jazosi beriladi yoki muddatsiz qamoqda yotadi. Salom xonish oyi. Dal vaqtida keldilar Amus. Bugun Musani ko'rdim. Shundoq. Men bozorda ketayotsam, Kalab bir Misrlik bilan jidallashib qoldi. Misrlik uni urib edi. U vaqirg'inicha Musodan yordam so'radi. Bu uning ikkinchi qatam xatolik sodir qilishi. Muso shundoq deganicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Gapimni anglasizlar Amus. Musani yoshiringan joydan tepib, uningga ordidagilarning uni o'ltirmoqchi bo'layotganligini aytsalar, u imkon qadar bu yerdan tezroq qochib ketsin. Shu topda qayalarda yurayotgansan Musa? Xotirjam bo'lsala opa, biz uning Madian tavalligida tinchman turayotganligini angladik. Men uni o'lib ketishdan ilgari bir ko'rib olsam ekan deyman. Alloh xolis uni cho'qim ko'rala, bolalar bilan birga bo'lib shadxo'ram bo'ladilar. Kishilar Musa Madian xalqining kattisi shu Ayibning qizi Sabirni amriga opdi deyishyapti. U kishi Allohning payg'ambari opa. Musaga buningdan uchun xushallik bo'lsin demdilar. Musa bilan yuz ko'rishib, uning muborak jamoliga qinib olsam deyman. Bu vaqtda uyimiz kelgan kimdi? Turib turinglar. Ishni men ochay. Assalomu alaykum, Imran. Va alaykum assalom. Tuyuqsizlar kep qoplig'i xonish. Qadrdan do'stim Yukabitni ag'rib qapti deb anglab, uni yo'qlab kelishim. Silini ko'rib, kesilim shifo tepib qoldi xonish oyim. Sizga atab tog'asil elib kelib edim. Alloh xolissa buni ichib saqayib ketasiz. Rahmat sizga xonish oyim. Musoni ko'rmaganimga 8-10 yil bo'lib qopti. U to'g'riliq. Biroq xabar yo'qmi xonishim? Podsho oliyleri, sizlarga yetkazadigan muhim bir xabar bor. Nima xabar u? Musa Misrga kelibdi. Qandoqsiga shunday qilgandi? U mahkamaning jazosidan qo'rqmabdimi? U ehtimol sizlarning kechirimlarini umid qilayotgandek qiladi. Oliyleri, u sizlar bilan ko'rishni talab qilibdimish. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق الله العظيم. Musa alayhissalom Misrdan qochib ketgan turuqliq bu yerga nemishqa qaytib keladi? Allohning amri bilan shunday qilgan qizim.
u hayotiga xavf yetishidan qo'rqmaganmidi? U yerda uningga nisbatan hayotidan qimmatli narsa bor edi qizim. Musa alayhissalom ilgari Misrdan qo'rqqan holda chiqib ketgan bo'lsa, endi u bu joyga ularni haq diniga da'vat qilish uchun haqiqat nuri bilan xotirjam va kuchli holda qaytib keldi. Uningdan keyin nima ishlar yuz berdi? Oy qizim, bekli sovib ketdi o. Soğuq o'tib qolarmikin deb andish qilyapman. Undaq bo'lsa, davomini ata anglayli. Aman bo'lsalar ata. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى